Shunaqa retsept bo'lsa deb bittada o'xshab chiqsa. Pirojkini usti qarsildoq, ichi bo'lsa paxtadek yumshoq bo'lsa, kamiga souslar bilan birga bo'lsa deydiganlar uchun ancha yildan beri tayyorlaydigan o'zimizning usulni o'rgatib qo'yaman. Xamir tayyorlashdagi bir ikkita narsaga ko'z quloq bo'lsangiz, sizlarda ham bittada o'xshab chiqadi. Mahsulotlarning to'liq miqdorini videoni tagida yozib qo'yaman. Xamir tayyor bo'lgandan keyin oshirish uchun jo'natamiz. Bu orada rakvinalarimizni tozalab oldim. Bir oyda bir marta xuddi shu usulda tozalab olaman. Rakvinani o'zi ham, quvurlari ham bittada toza bo'ladi. Suv ham zo'r ketadi. Rakvinaga bavidan qo'shamiz. Qaynoq suv solsak reaksiyaga kirishib, bir pastagina toza bo'lib qoladi. Quvurlar uchun, dog'lar uchun, chirklar uchun albatta ishlatib ko'ringlar. Xamiz do'konlaridan bemalol bavini topsanglar bo'ladi. Bu orada xamirlarim oshib, qochib ketishga ham ulgurdi. Oshgan xamirlarimizni teng bo'lakligi bo'lib, ichiga kartoshkadan pyure tayyorlab olamiz. Bir osh qoshiq pyuredan qo'shib, yaxshilab tugib olamiz. So'ngra oshirish uchun 10 minutga ustini yopib qo'yamiz. Ikkinchi marta oshib bo'lgan pirojkilarimizni yog'ga solamiz va ustidan yog'ni sepib turamiz. Mana shunda pirojkilar ichi bilan to'liq pishadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga ham ulashib qo'yinglar.